Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Oliy Radada AQSh Kongressi yangi hisobotidan keyin Zelenskiyning iste'fosini talab qilishdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy iste'foga chiqishi kerak deb talab qildi Oliy Rada deputati Aleksey Goncharenko Telegram kanalida. Kongress hisobotida Zelenskiyning biznes hamkori Energoatom korrupsiyaga aloqador ekani ko'rsatilgan. Bu nimani anglatishini tushunyapsizmi? Bunday holatdan keyin saylov emas, iste'fo bo'lish kerak, deb yozdi Goncharenko. Ukrainalik deputatning fikricha, Zelenskiy muzokara jarayonini ataylab AQSh Kongressidagi kuzgi saylovlargacha cho'zmoqda va respublikachilar mag'lubiyatga uchraydi deb umid qilmoqda. Pentagon, AQSh Davlat departamenti va USAID auditorlari Kongressga taqdim etgan hisobotida Ukrainada aniqlangan korrupsiya holatlari hamda Zelenskiyga yaqin shaxslar tomonidan mablag'larni o'zlashtirish haqida ma'lum qilgan. Hujjat mualliflari harbiy texnika narxlarini sun'iy ravishda oshirish holatlari, shuningdek, Energoatomdagi atkat, ya'ni pora sxemalari haqida xabar bergan. Va bu holatlarga Zelenskiyning tarafdorlari aloqador ekani aytilgan. AQShda ko'plab amerikalik kompaniyalar Rossiyaga qaytishni istashmoqda. Buning uchun hozir yaxshi imkoniyat mavjud, deb hisoblaydi Rossiyadagi Amerika Savdo palatasi prezidenti va bosh ijrochi direktori Robert Eiji. Avvalroq Eiji AQSh prezidenti Donald Trump Rossiya bilan yaxshi munosabatlarni istashini aytgan edi. Bugun ko'plab amerikalik kompaniyalar Rossiyaga qanday qaytish masalasini o'rganmoqda. Ular bu borada biz bilan maslahatlashmoqda, dedi Eiji Rossiya biznes haftaligi doirasida o'tkazilgan global bo'linish sharoitida ishonch va rivojlanish makonini qurish xalqaro forumida. Uning fikricha bu ajablanarli emas. Bundan tashqari, hozir buning uchun ajoyib imkoniyat mavjud. Amerika Savdo palatasi prezidenti shuningdek tashkilot Washingtonda Rossiyaga nisbatan ayrim sanksiyalarni bekor qilish masalasini ko'rib chiqayotganini aytdi. Uning fikricha, avvalo banklar uchun litsenziyalar berish kerak. AG shuningdek BRICSni AQSh uchun salbiy narsa deb hisoblaydiganlarga qo'shilmadi. Eshiting, ular dollar ishlatmoqchi, shunchaki biz ularga undan foydalanishni taqiqladik. Shuning uchun ayrim banklarga litsenziya beraylik, shunda ular dollardan muammosiz foydalanishni boshlaydi, deb ta'kidladi u. Rossiya hukumati esa bir necha bor qaytib kelayotgan g'arb kompaniyalari uchun hech qanday imtiyozlar va preferensiyalar bo'lmasligini bildirgan. Ular bozorga raqobat asosida qaytishi kerak bo'ladi. Bosh vazirning birinchi o'rinbosari Denis Manturovning ta'kidlashicha, agar Rossiya bozoriga qaytishda istagan xorijiy kompaniyalarda oldindan imzolangan qayta sotib olish opsionlari bo'lmasa, ular faoliyatni toza maydondan boshlashiga to'g'ri keladi. Zelenskiy Yaponiyadan havo hujumidan mudofaa bo'yicha yordam so'radi. Vladimir Zelenskiy Yaponiyadan havo hujumidan mudofaa sohasida yordam so'ramoqda. Buning evaziga Ukraina harbiy ishlanmalari, jumladan dengiz dronlari texnologiyalarini taklif qilmoqda. Yaponiya ballistik tahdidlarga qarshi tura oladigan raketalar va havo hujumidan mudofaa tizimlarini ishlab chiqarish yoki ularga litsenziyaga ega davlatlardan biridir. Biz hamkorlik qilishni, o'zimizda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni yoki bilim almashishni istaymiz. Biz texnologiyalarimizni ochishga tayyormiz. Masalan, dengiz dronlari. Yaponiya uchun foydali bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa yo'nalishlar ham bor. Kiberxavfsizlik, tutib qoluvchi dronlar, zamonaviy urush tajribasi, deb yozdi Zelenskiy o'zining Telegram kanalida. U shuningdek, Yaponiya bosh vaziri Sanae Takaichi bilan istalgan xalqaro maydonda, jumladan Ukrainada yoki Yaponiyada uchrashishga tayyor ekanligini bildirdi. Avvalroq Zelenskiy Patriot tizimlari uchun mo'ljallangan raketalar Yevropa tomonidan Prioritized Ukraine Requirements List tashabbusi doirasidagi to'lov o'z vaqtida amalga oshirilmaganidan shikoyat qilgan edi. Ushbu tashabbus NATO mamlakatlari badallari orqali qurollarni tezkor yetkazib berishni nazarda tutadi. Rossiya tomoni esa Ukrainaga qurol-yarog' yetkazib berilishi mojaroni tartibga solishga to'sqinlik qilayotganini va NATO davlatlarini to'g'ridan-to'g'ri mojaroga jalb etayotganini ta'kidlab keladi.
Rossiya tashqi ishlar vaziri rahbari Sergey Lavrov Ukrainaga qurol olib kirayotgan har qanday yuk Rossiya uchun qonuniy nishonga aylanishini bildirgan. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh va NATO nafaqat qurol yetkazib berish, balki Buyuk Britaniya, Germaniya, Italiya va boshqa davlatlarda harbiy xodimlarni tayyorlash orqali ham mojaroda bevosita ishtirok etayotganini ta'kidlagan. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.